Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz, ya'ni indumentdan qanaqa to'g'ri foydalanish, to'g'ri kirish zonalarini o'rganamiz. Indument bu liquidness. Bundan oldingi birinchi mavzuda biz indument darsini o'tgandik. Hozir o'shandan, ya'ni to'g'ri foydalanib savdo qilish qayerda undan keyin ishlaydigan order bloklarni ko'rib chiqamiz. Hop, bizda mana shu chizilgan zona bor, ko'rib turibmiz. Bu yoqda bizda mana bu nuqtada ikkita indument, mana bu nuqtada mana bitta indument, ya'ni mana shu ikkita dona indument. Hop, bu yerda nima bo'lyapti? Ya'ni struktura bilan ketayotgan bo'lsak, qarasak, mana indumentni yechgandan keyin bizda high bilan low qoldiryapti. Bu swing high, swing low boss bo'lyapti. Eng oxirgi indument mana bu nuqtada chiqib narximiz mana shu nuqtada indumentimizni yechdi. Ko'rib turganingizda indumentni yechgandan keyin bizga savdoga kirish uchun order block yoki imbalans, ya'ni FVG kerak bo'ladi. Har xil narsalardan foydalanib turib savdo qilsak bo'ladi. Lekin asosan misol uchun o'zini yo'nalishlari bor. Paralada yoki indeksda yoki metallarda keladigan, ya'ni ishlatiladigan instrumentlar bor. Misol uchun mana shu nuqtadan keyin bizda mana bu nuqtada ko'rib turibsizlar, mana order block. Mana bu nuqtada yana bitta order block. Mana bu nuqtada order block. Mana shu nuqtalarda polностью bizda order block shakllangan. Mana bu nuqtada ham order block shakllangan bo'ladi. Bizda qaranglar, mana shu order bloklarni ichidan bizda ishlaydigan, ya'ni bizda savdo qiladigan order blokni topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bizda birinchi bo'lib indumentdagi order blok bu bizda smart money qopqoni hisoblanadi. Ya'ni u bilan biza savdoga kirmaymiz. Sizlar kutasizlar, indument, ya'ni bizda mana bu indument bu asosiy liquidness. Liquidnessni yetishini kutganinglardan keyin narximiz liquidnessni yechadi. Ana undan keyin bizda savdoga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu low bizda strukturning low hisoblanadi. Agarda narximiz mana shu order blokka o'zidan ketib qoladigan bo'lsa, mana bu bizda strukturning low hisoblanmaydi. Mana bu bizda ya'ni smart money qopqoni, biz bunga tushishimiz kerak emas. Chunki bu yerga ko'pchilik shoshib kirib qo'yadi. Mana shu nuqtalarda stop olishi mumkin bo'ladi. Ko'p nuqtalarda mana shu order blokdan откат beradi narximiz. Ya'ni ozgincha откат bergandan keyin dalishi mana bu liquidness hisoblangani uchun liquidnessni urib, keyin yana dalishi yurish qilib beradi. Hop, bizda kirishimiz mumkin bo'lgan zona mana bu order blok. Mana o'zimiz mana bu indument tepasidagi ishlaydigan order blok. Ya'ni ishlaydigan, bizga eng kerakli bo'ladigan order blok hisoblanadi. Mana bu nuqtadagilari bo'lsa, biz bularni ishlatmaymiz. Bu yerda mana bu nuqtada bitta ishlab ketgan bor. Mana bu nuqtalarni biz ahamiyat bermaymiz. Chunki indument tepasidagi eng birinchi order blok bizga eng kerakli order blok hisoblanadi. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, o'sha aytganimdek smart money qopqoni bu. Bundan biz foydalanmaymiz. Biz kutamiz bu nuqtada. Endi narxi yurishi ikki xil yo'nalishi bor. Qanday desanglar, misol uchun indumentimizni o'zini yechib turib narximiz mana shu lowgacha ketib qolishi mumkin. Kirish nuqtasi ikki xil bo'ladi bizda. Ikki xil bo'lgandan keyin biz qarab turishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun indument qanaqa, ya'ni liquidnessda qanaqa yechyapti, o'shanga qarab biz savdoga kiramiz. Xo'p, mana shunaqa ketib qolishi mumkin. Ko'rganinglarda indumentni o'zini yechib ketib qolishi mumkin. Yo'qida biz kutsak, mana bu order blokdan savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Bizda mana shu nuqtadan kiriladi. Stop loss order block highga, take profit swing low, ya'ni boss bo'ladigan nuqtaga qo'yiladi. Xuddi shunaqa, ya'ni indument, ya'ni liquidnessdan xuddi shunaqa to'g'ri foydalansa bo'ladi. Endi xuddi shuni biz grafikda ko'rib chiqamiz, qayerda indument yechgan, qaysi order blokka kelib ketganini. Mana shu grafikda ko'radigan bo'lsak, biz birinchi qiladigan ishimiz strukturning high bilan strukturning low topib olish kerak bo'ladi. Mana shu bu yog'ini, ya'ni biz boshlab ketishimiz uchun deylik, mana shu nuqtadan bizga high bilan low kerak bo'ladi. Uning uchun eng oxirgi
yechilgan. Misol uchun mana bu haydan o'tgan hisoblasak, buni indusementini topamiz. Indusement qayerda? Xuddi shuni indusmenti topilsa, bizda struktura high bilan low kelib chiqadi. Demak, mana bu eng oxirgi, ya'ni правильный, ya'ni to'g'ri atkat bo'lgan, qolganlari to'g'ri emas, nosog'lom bo'lgan. Shu uchun mana shu olinadi. Endi bu yechilgandan keyin qaranglar. Bizda shunda mana bu high bo'lyapti, mana bu low bo'lyapti. Shunda bo'lib biz high bilan low topib oldik. Ana endi bu yog'ini dalshi qilib ketsak bo'ladi. Misol uchun bu M15 time frame o'zida, ya'ni chok bo'ladigan nuqta. Bu strukturni low hisoblandi. Shu uchun biz uni chok oldik. Endi bu yoq tarafi biz to'g'ri qilib ketamiz. Chokdan keyin to'g'ri alkat qayerda bo'lganini topsak, misol uchun mana bu nuqtadan tushayotganini hisoblasak ham, mana ya'ni to'g'ri alkat mana shu hayda bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, mana bu hayda, misol uchun mana impuls korreksiya impuls tushgan. Demak, eng to'g'ri alkat hozir mana bu nuqtada M15 o'zida mana shu nuqtada hisoblangan. Demak, shu bizda inducement bo'lgan. Narxi ko'rasizlar. Inducementni yechgandan keyin bizda mana bu inducement mana shu yerda bo'lgan. Inducementni yechgandan keyin mana bu low, swing low, ya'ni strukturni low hisoblanadi bizda. Mana shu nuqtadan narx o'tib ketishini biz kutishimiz kerak. Biz tepadan entry qilib turib mana shu lowgacha ishlasak bo'ladi. Bundan o'tib ketsa bizda boss hisoblanadi. Endi qaranglar, mana bu nuqtada inducement sweep qilgandan keyin biz har doimda entry olinadi. 15 o'zida ko'rib chiqamiz biz. Bu yerda inducement sweep qilgandan keyin narximiz highdan keyin resweep beryapti. Resweepdan keyin biz ko'radigan bo'lsak, M15 o'zida, ya'ni M15 time frame o'zida mana bu bizda mana bizda nima bo'ladi? MSS, ya'ni chok hisoblanadi LTFda. Inducement tepasidagi bizga order block kerak bo'ladi. Order block zonamiz qayerda? Shuni biz to'g'ri topishimiz kerak hozir. Order block zona, ya'ni inducement tepasidagi order block ko'rib turibmiz. Mana shu. Buni imbalansi ham bor. Imbalansini ko'rib turibmiz. Mana bu nuqtaga joylashtirsak bo'ladi. Ya'ni mana bu uchta candle'lar orasida bizda bo'shliq, bizda imbalans hisoblanadi. Inducement tepasidagi order block bizda ishlaydigan order block. Inducement tagidagi, ya'ni mana bu order block bizda smart money qopqoni hisoblanadi. Bu yerda bizda kirishimiz taqiqlangan, ya'ni kirish mumkin emas. Chunki qopqonga tushib qolishingiz mumkin, ya'ni stop loss olib qolishingiz mumkin. Order block ham topib oldik. Mana bu SMT, ya'ni smart money qopqoni. Xo'p, bizda undan keyin kichkina time frame da ya'ni chok berdi, bu entry ga kiradi. Endi bu yoqda xuddi shunaqa yana inducement qilib ketishimiz mumkin bo'ladi. Hop. M15 time frame o'zida bizda unaqa inducement qilib bermagan. Bizda order block mana bu bo'ladi. M5 da mana bu nuqtada bizda M5 da mana shu nuqtada qanaqa yurish bo'lgan. Hozir sizlarga chizib provenni ko'rsatib beraman. Hop, mana bu nuqtadan mana shu nuqtagacha sizlarga chizamiz hozir. Qanaqa bo'lgan bo'lishi kerak. Hop, impuls tushyapti. Atkat, ya'ni mana bu order blockimiz atkat bergan. Undan keyin mana M5 larda mana shunaqa yurish bo'lyapti. Mana bunaqa bo'lib order blockdan reaksiya olib ketyapti narximiz. Shunda mana bu inducement bo'lgan, bizda M5 larda inducement, mana bu bizda order block hisoblangan. Imamda xuddi shunaqa, ya'ni smart money qopqoni bor. Chizmani ko'rib turibsizlar, bu yerda ham xuddi shunaqa, ya'ni order block mana bitta bo'lgan. Sababi order block qonun qoidasi bor. Buni ham yangi videoda qilib chiqaramiz. Qonun qoidalariga amal qilgan holatda biz pastdagi order blockka oldik. Xuddi shunaqa. Mana bundan keyin mana bu nuqta bizda boss bo'ladi. Qaranglar, boss bo'ladi. Olib tashlaymiz buni. Undan keyin mana bitta inducement bo'lgan. Inducementdan keyin bizda mana bitta order block hisoblangan. Mana bitta order block ko'rib turibmiz.
lekin narximiz order blokdan emas, FVGdan ketgan. Ya'ni indusment tepasidagi FVG bizda ishlaydigan FVG hisoblanadi. O'sha yerdan narximiz ketgan. Bizda mana bu ya'ni LTF BOS общийda mana bu nuqta BOS hisoblangan. Mana shu nuqta. Keyin mana bu nuqtasini ko'radigan bo'lsak ham, mana bu indusment yechilishi mana bu bizda BOS yana mana bu o'zida mana shuni mana buni nimasi bilan, nima shpilkasi bilan order blokda bo'lsak bo'ladi. Xuddi shunaqa mana ketyapti narximiz. Mana bu nuqtada ham ko'rib turibmiz. Indusmentni yechgan narx FVGdan mana bu FVGdan ketgan. Endi mana bu nuqta bizda BOS bo'lish kerak, lekin narximiz birinchi bo'lib sweep qilib bergan. Lowda sweep turib, обратнasiga yo'l bergan. Sweep bilasizlar nimaligini? Sweep bo'lgandan keyin biz обратнasiga biokesel ishlasak bo'ladi degani. Xuddi shunaqa bugungi darsimiz mana shu, ya'ni indusmentdan to'g'ri foydalanish. Biz indusment darsini o'zini chiqargandik. Sizlarga to'g'ri foydalanishni mana bu videoda sizlarga ochiq oydin hammasini ko'rsatib berdim. Ya'ni order block, FVG, indusment, ya'ni strukturasi bilan. Keyingi video struktura bo'ladi, ya'ni bo'sh cho'kni to'liq topishni o'rgataman. Videoga like va komment bosib qo'ysanglar, bundan keyingi videolarni tezroq chiqaramiz.